Sotuvlar. Sotuvlar bo'limimizda ikkinchi o'rinda turgani bu sotuvlar bo'limi. Sotuvlar ko'rib chiqqanimizdek, avvalo buyurtmalar asosida bo'lishi mumkin yoki to'g'ridan-to'g'ri sotuvlar asosida bo'lishi mumkin. Buyurtmalar asosida bo'lganda bu buyurtmadan sotuvga o'tadi. Misol uchun ushbu ikkinchi buyurtmani ko'radigan bo'lsak, bundan sotuv yaratilgan, 3 ta sotuv amalga oshirilgan, mana buyurtmaga kiritilgan. Endi bunaqa bir-biriga bog'lanib ketgan holatlarda ushbu hujjatlarni o'chirishning imkoni yo'q. Dokumentatsiya children xatoligi beriladi. Chunki bunga sotuvlar birikkan. Agarda biz buyurtma bilan ishlamaydigan bo'lsak, shunchaki sotuvlar bo'limiga o'tib, oddiy sotuvlarni ham amalga oshirishimiz mumkin. Buning uchun o'ng burchak tepada sotib qo'yish tugmasini bosamiz va mijozlarini tanlab, sotuvni amalga oshiraveramiz. Ushbu Eder Militao mijozimiz bizga qarzigan 14.600. Bunga ham mahsulotlarimizni sotaylik. Rich apelsin 40 dona 19.500 dan 780 ming so'm tashkil qilyapti. Va boshqa mahsulotlarni ham mana shunday qo'shib ketishimiz mumkin. Bunda sotuvda shuningdek, sotuv qilish jarayoni ichida ham to'lovni qo'shib ketishimiz mumkin. Odatda sotuv qilgandan keyin agarda shu holatda ishlatsangiz, sotuv qilib, undan so'ng sotuv raqami ustiga bosib, keyin to'lovni qabul qilishingiz mumkin. 1.800 emas, bizga 1 million bera qolsin. Oldinda 10 million bersin, qarzi ko'paygan. Kassamizga pul kerak, naqd pulga emas. Uzkartga 1 million 9 milliondan naqd bersin. Qarzi ham kamaydi mana. Endi ba'zida bu sotuv jarayoni tez bo'lgan paytda ushbu jarayon sal qiyinroq bo'lishi mumkin. Shunday holatda biz hujjatlarni, to'lovlarni sotuvlarni ichida bo'lishini xohlashimiz mumkin. Bunday holatlarda korxona sozlamalaridan o'zimizga kerakli bo'lgan funksiyani yoqib olishimiz kerak bo'ladi. To'lovni hujjatlar bo'yicha taqsimlash. Agarda ushbu funksiyani yoqadigan bo'lsak, sotuv jarayoni ichida mahsulotlarni tanlaganimizdan keyin pastki qismida to'lov oynasi ham chiqadi. Brahim Diaz birorta mahsulotimizni sotyapmiz. Silver Water 40 dona va pastga tushadigan bo'lsak, mana to'lovlar bo'limi ochildi. Ya'ni ushbu sotuvni ichida darhol to'lovni amalga oshirishimiz mumkin. 100 ming so'mlik sotuv bo'lyapti va faqatgina 100 ming pul ola olamiz. Buni 1 million olish imkoni yo'q. Va bunda to'lov sotuvga bog'lanadi. Shuning uchun ortiqcha pulni olish imkonsiz. Agarda ortiqcha pul olmoqchi bo'lsak, ushbu mijozni ichiga kirib, mijoz orqali to'lov orqali qo'shimcha pulni olishimiz mumkin bo'ladi. Mana 100 ming, jami 100 mingga sotuv qilinyapti va 100 ming to'landi. Saqlashni bosamiz va to'langanlik ustuni paydo bo'ldi bizda. 100 mingga 100 ming to'lov bir-biriga bog'landi. Agarda siz har bitta sotuvga to'lovni alohida bog'lashni xohlasangiz, ushbu funksiyani foydalanishingiz mumkin yoki post oynasida ham sotuv qilgan paytingizda to'g'ridan-to'g'ri to'lov qilish oynasi chiqadi. Buning uchun post oynaga kiramiz. Birorta mijozni tanlab olamiz. Kiko bo'lsin. Asosiy omborni sotyapmiz. Standart narx, so'mda. Asl shaxs, administrator o'zimiz. Faqatgina omborimizda bor mahsulotlarni ko'rish funksiyasi bor. Bizda bitta mahsulotimiz tugagan edi, meva olma. O'shani ko'rsatmaydi bunda. Saqlashni bosamiz va mahsulotlarni tanlab ularni sotishimiz mumkin bo'ladi va shu paytning o'zida to'lov kiritish 45 ming so'mlik bo'ldi. Saqlashni bossak, darhol to'lov ham bo'ladi. Bunda ham to'langanlik bir-biriga bog'lanadi. Buni ushbu funksiyamiz o'chiq holatda ham ishlatsak bo'ladi. Sotuvlarga o'tib, post oynagini qaytamiz. Va Kiko emas, endisida Eder Militao bo'lsin. 24 ming so'mga to'lov kiritish, saqlash, yopish. Bu o'sha web sahifadagi post oynamiz. Bundan tashqari Windows postlar uchun post ilovamiz ham mavjud. Unda ham sotuv ancha tez va qulay amalga oshadi. Va ushbu biz bundan oldingi to'lovni sotuvlarga bog'lash funksiyasini o'chirib qo'yganimiz tufayli to'langan ustuni ham yo'qoldi.
Bundan tashqari biz ko'rgandek, sotuvlarni ombor bo'yicha bo'lib tashlash. Ya'ni sotuv qilayotgan paytimizda uni bir nechta ombordan yig'ib oladigan bo'lsak, misol uchun, 3 ta mahsulotimiz asosiy omborda bor. Qolgan ikkitasi asosiy omborda tugagan. Uni do'kon 1 yoki do'kon 2 dan yig'ib olishimiz kerak. O'shanaqa holatda biz, sotuvlarni ombor bo'yicha bo'lib tashlash qilgan paytimizda, ushbu sotuvimiz 2 ga yoki 3 ga bo'linadi, har bittasi o'zini ombori bo'yicha. Agarda bundan ham foydalanishni xohlasangiz, ushbu funksiyani yoqib qo'yishingiz mumkin. Agarda noqulaylik keltiradigan bo'lsa, foydalanish yoki foydalanmaslik o'zingizning ixtiyoringizda. Bitta sotuv yaratib ko'ramiz. Jakobo Ramonga bundan bittasini asosiy ombordan sotaylik. Buni Yunusoboddan sotaylik. Pastda mana to'lovni olib tashladim. Shuning uchun ko'rinmayapti. Tarqashni bossak, ushbu sotuv 2 ga bo'lindi mana. Alohida sotuv bo'lib tushdi. Mm, mm. Yo'q, aksincha tushmadi. Balki buning uchun yana qanaqadir qo'shimcha kerakdir, lekin odatda bu funksiya unchalik foydalanilmaydi. Chunki, biz sotuvni amalga oshirayotgan paytimizda yoki o'zimizdagi borini sotamiz, yoki agarda bir nechta ombordan yig'ib kelinadigan bo'lsa, uni chop etayotgan paytimizda omborlar bo'yicha saralab